Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki: "Va idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha." Qachonki sizlarga biror salomlashish iborasi bilan salom berilsa, sizlar undan chiroyliroq qilib alik olingiz yoki o'sha iborani o'zini qaytaringiz deydi. Misol uchun bir kishi assalomu alaykum dedi. Siz yo va alaykum assalom deng yoki va alaykumussalam va rahmatulloh deng yoki va alaykumussalam va rahmatullohi va barakatuh deng. Demak, shunda uning salomidan ko'ra afzalroq kalimalar bilan unga alik olgan bo'lasiz. Bu demak Qur'oni Karimning hukmi. O'shaning uchun ulamolar aytadilarki, muhtaram azizlar, salom berish sunnat bu. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlari, ammo salomga alik olish vojib, farz degan. Chunki Qur'oni Karimda hozirgi o'qigan oyati karimamizda Alloh subhanahu va taolo agar sizlarga salom berilsa, undan ko'ra yaxshiroq jumlalar ila ularga salom beringlar yoki o'sha jumlaning o'zi bilan ularga javob qaytaringlar deb marhamat qiladi. Demak, Alloh taoloning buyrug'i farz, vojib bo'ladi. Bitta narsani yaxshi bilishimiz kerak, ko'pincha odamlar avval salom berishga harakat qiladi, salom beradi, ammo alik olishlikka ko'pchilik beparvo bo'lib qoladi. Aslida bilish kerak, salom sunnat, alik bu farz. Ba'zi ulamolar vojib degan. Bu degani nima degani? Bu degani alik olmagan odam qattiq gunohkor bo'ladi degan gap. Bunga albatta e'tibor qaratib qo'yishimiz kerak.